Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Men Kitobxonlar klubi a'zosi Xibirov Nodirbek sizlarga o'zimning ijodimdan Vaqtim qo'rg'oni degan bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Manzarali bahor xayolim oldi. Olovli yurakka mehrni soldi, majnunlar termilib ortimda qoldi. Taxlashaylik bugun aziz otajon, baxtingning qo'rg'oni sizsiz onajon. Siz o'ylagan o'g'il bo'lolmasam ham, hamrohingiz bo'lib yurolmasam ham, o'zimdan bir ortib kelolmasam ham, dardlashaylik bugun aziz otajon, baxtimning qo'rg'oni sizsiz onajon. Mehringiz taftidan olgandim qadr, sizlar kabi men ham qilyapman sabr. Sizlar borsiz, hech kim qilolmas jabr. Dardlashaylik bugun aziz otajon, baxtimning qo'rg'oni sizsiz onajon. Hatto yaqin do'stlar sizdek bo'lolmas, sizdan o'zga menga mehrin berolmas. Shaytonning kuylari menga yo'l olmas. Dardlashaylik bugun aziz otajon, baxtimning qo'rg'oni sizsiz onajon. Kerakmasdir sizlar bo'lsangiz dunyo, kerakmasdir bahor chiroy ul shaydo, tuyg'ularim yonar ichimdan paydo. Dardlashaylik bugun aziz otajon, baxtimning qo'rg'oni sizsiz onajon. Borlig'imsiz dunyo uzra eng zo'ri, qalbimdagi joyning go'zaldir to'ri, bog'imdagi gul va qo'rg'onim qo'ri. Dardlashaylik bugun aziz otajon, baxtimning qo'rg'oni sizsiz onajon.